3. Опасный. Mana Andijonda Jamshid workoutchi bor ekan, o'sha bola. Uka. Ey. Ya, mana Arim Messi nimadirlar bo'yicha tashlayotgan ekansiz. Shunaqa. Yo'q kerak. Rashid o'zini o'ylayman. Yutqizsangiz nima bo'ladi? Shart berish bo'ladi. Men sizga shart beraman. Yutqizsangiz, любой shartni bajarasiz. Yo'q kerak. 2, 3. Ya, chapa, men 10 qo'lda kuchim. Qanaqa bo'lsa ham yutaman hozir. 2, 3. Опасный. Ayrama. Опасный. Nima bo'ladi? Опасный, bossing. Tegdi mana, tegida oling. Nima qilib bo'lsa ham yutaman degani bunaqa degani. Bu ko'cha bu. Ko'chada qoida bo'lmaydi. Ya, bitta shartdan cho'ching, Shartni yaxshilab eshiting diqqat bilan. Bilmayman, xatdan topasiz. 10 ta 100 kilodan oshiq bo'lgan odamlar bor. Mana shunaqa qaramaysiz. Mayli, ashtaqa 100 kiloli odamni atmetga qilib ketinglar, kommentariyaga o'shalar bilan o'ynab chiqaman. 10 tasi bilan. Let's go. Mana ham bo'lsangiz bo'ldi. Xudo xolasa bizada yaqin kunlarda bitta seriozli kontent qilamiz. Esingizda tursin, bo'lishi.